Aynan shu uyimizning egasi sotsam sotdim, bo'lmasa sotmayman deyaptilar. Bir hafta ichida bir amalab tez sotib yuborishim kerak deyaptilar. $85,000 baholanmoqda. Aynan shu 1.6 sotiqqa tushgan yangi qurib bitkazilgan 3 ta sanuzellar bor, 4 xonali aynan shu hovlimiz. Pastda o'zini podvallariga ham ega bo'lib turgan aynan shu hovlimizdan bittasini kirib chiqarib obzorini qilib beramiz. Orientir sal chuqurroq qilib tushuntirib beraman video davomida. Qani ketdik. Asosiy darvozxonadan kirib kelganda, darvozxona hovlimizni ko'rib turibsiz. Bemalol mashina olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Oyoqdagi burchakdan chiqqan traverti ishlari o'sha bitib bo'lgan. Shinamgina to'rt burchakkina hovliga 3 ta yonma-yon tushgan. Yon tarafida o'zini yashil hududlarni ko'rib turibsiz. Hovliga o'zini sanuzellari qilib qo'yilgan. Ketdik uchini ko'rib chiqamiz. Asosiy eshigimizdan kirib kelganimizda kattagina hovlimizni ko'rib turibsiz. Hovlga katta qilib oshxona qilib qo'yilgan. Ko'rib turibsiz, farqli kaflardan chiqqan katsonli ishlari qilib bo'lgan. Bemalol oynali eshik qilib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Ochiladigan, yopiladigan qilib turib, mabodoga xohlasangiz. Eshikdan kirib kelganimizda chap qo'limizga alohida bitta chiroylikkina zal va kelganimizda bu yon tarafiga o'zini chiroylikkina sanuzellarini ko'rib turibsiz. O'rta koridordan yurib kelganimizda yon tarafiga birinchi bolalar uchun yotoqxonamiz, orqa tarafini ko'radigan bo'lsak, ikkinchi yotoqxonamiz bo'lib turibdi va eng oxirgi yotoqxonamiz aynan shu yerga tushyapti. Oyog'imiz altidagi parketdagi 100% sopli pol hamda radiator uchun joylar tashab ketilingan. Aytganimizda srochni pul taqalib turgani uchun mana shu hovlimizni $85,000 ga ketyapti. Orientir Toshkent shahar, Yashnobod tumani, Qo'yliq Stроительный bozor ro'parasidagi mahallada joylashgan aynan shu 3 ta yonma-yon tushayotgan 1.6 sotidan hovlarimiz. Aytamiz, srochni sotilyapti. Ulgurda bir hafta vaqtingiz bor. Hammalarni kutib qolamiz. Pastdagi nomerga telefon qilib shoshilib qoling.